hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Hozir mana somon bilan mollarimizni ko'rsatgan bo'lsak, endi mana pomidorlarimizni ko'rsatyapman. Pomidorlar mana rosa qizarib pishyapti. 60 sotikka ekkanmiz. Teplishni pomidori. Kimga zarur bo'lsa so'k shakarotlarga. Mana pomidorlar qarang. Ya Alloh, mana. Qip-qizil bo'lib pishib yotibdi pomidorlar. Bugun ertaman Optimaga Farg'ona bozoriga olib borib 7000 so'mdan tashlab keldik. Kunda bir, 3 kunda bir uzilyapti. Mana pomidorlar. Kimga so'k shakarotga zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar. Otmiz so'tida pomidori bor. Kecha uzilgan uchun bugun suv qo'yilyapti. Ha, to'ymagan qonimiz yuri uvotiga toruz ham ekib qo'yganmiz. Bu toruz narxi tushib ketgan bo'lsa, dehqonga borsiz bekorga berib yuborayotgan bo'lsa toruzni. Toruz ham ekib qo'yganmiz. Mana makkalarimiz ikkitadan dumbil chiqaradi. Panda degan navidan ekuvdik. Mana baqa makkazor ponni. Pomidorning bugungi narxi 7000 so'm bo'ldi Optimaga Farg'ona bozorida. Mana makalarimiz dumbil qusalayotibdi, bugun suv olamiz. Bo'yi pastak donga ekilgani sortidanmiz.